Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hop, bugun shit terishdagi eng katta xatolar haqida gaplashib o'tsak. Anchadan beri shu haqda video chiqarishimni so'ragandinglar. Hop, eng главный katta ошибкалар haqida gaplashib o'tib ketamiz bugun. Hop, birinchi xatolardan bittasi shitni kichkina tanlash. Shit kichkina tanlanganda asosan avtomatlar bir-biriga qisilib qoladi, qizish ko'payadi. O'sha shitning ichida kabellar juda ham bir-biriga plotni joylashib ketadi. Nol kabellari, misol uchun o'sha fazani kabellari, vodnoy kabellar, glavniy kirgan kabellar hammasi bir-biriga qisilib, misol uchun shitning ikki tomonlariga tegib, juda ham qisqa shit tanlashda xatolari mana shulardan iborat. Asosan qizishga, noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi xatolardan biri plasma shit terilganda hozir internetda ko'p elektriklarimiz shunaqa xatolarni qilishyapti. Endi ularning ishlarini yomonlash niyatida emas, lekin o'sha ish xatoligi uchun gapirib o'taman. Bu nima desanglar, hop, hozir mana rasmlarini qo'yaman. E'tibor berishlaringizni so'rardim. Mana hozir mana shu shit terilganda, lekin kabellari shit ustunovka qilinishidan oldin orqa tarafida izolyatsiyalar ochilib, hop, avtomatning osti taraflarida bitta-bitta sverlo bilan teshib kabellar olib kelib avtomatga ulab qo'yilgan. Buni xatosi nimada desanglar, bu yerdagi eng katta xato do'stlar, asnonom chiroyga e'tibor berilgan. Bu narsada chiroyga e'tibor berish kerak deb o'ylamayman. Nimaga desanglar, hamma shitda kabellari birinchi shitning ichiga kirib, o'sha ikkita izolyatsiyasi bilan kirib, keyin shitning ichida polni izolyatsiya ochib, o'sha shitning yon taraflari bilan montaj qilinsa, ichida o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda asosiy xato nimadaki, agar ertaga bir kun xudo ko'rsatmasin o'sha shitda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, uning to'g'rilash juda ham qiyin bo'lib ketishi mumkin. To'g'rilash pastda nevozможно bo'lib qolishi mumkin. Shitni buzib olib, qaytadan o'rnatishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Mana shu joylari uni hisobga olish kerak ishlagandan keyin. U krishkasi yopilgandan keyin u chiroy to'g'risi nevojniy bo'lib qoladi. Juda ham ahamiyatsiz narsa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa qilishni tavsiya qilmagan bo'lardim. Ham ne только chiroy uchun, umuman o'zi bunaqa qilishda umuman maslahat bermayman. Chiqib gapirishinglar mumkin, sen o'zi nimani ham bilarding, bu yerda unaqa narsa bo'lmaydi, unaqa edi, bunaqa edi. Gapiraverlar, gapiraveradi akalar. Men o'zimni ideyam, o'zimni stilim bo'yicha gapiraman. Qolganlar o'zini stili bo'yicha ishlayversin, gapiraversin. Menga farqi yo'q. Men bor narsani boricha aytib beryapman. Noto'g'ri deydiganlar bo'lsa, bemalol mana yozib ketishlaringiz mumkin. Men gapimni isboti bilan sizlarga keltirib berishga harakat qilyapman. Nimadandir aytmayotgan bo'lsam, uzr so'rayman. Va uchinchi xatomiz avtomatlarni oxirigacha qismaslik. Kabelni olib kelasiz, tagidan ulaysiz yoki ustidan, farqi yo'q, qaysi tomondan ulagan taqdiringizda ham avtomatlarni juda ham yumshoq qisish. Iloji boricha dinamitritskiy atirkabidan foydalanish kerak, iloji boricha. Agar iloji bo'lmasa, uni juda ko'p qisib rezbasini o'tkazadigan darajada emas, o'zini normasi bo'ladi. O'sha ishlayvergandan keyin o'sha narsa o'zi stolga odatiy hol bo'lib qoladi. Yaxshi qisish kerak bo'ladi. Men o'zim to'g'ri dinamitskiy atverkadan foydalanmayman, lekin shurpoyorda ishlataman. Shurpoyorni o'zida qisish juda kamlik qilishi mumkin. Nimaga desanglar, asosiy holatda shurpoyor nasatkasi o'tib ketib qoladida, kerakli darajada qisolmay qoladi. Keyin kabelni o'sha plotnisini ezib, uni nimaga yopishtirish kerak bo'ladi, o'sha narsani qilmay qoladi. O'shaning uchun men har safar shit terganimda o'zimga uverin bo'lishim uchun har doim atirka bilan proverishni qilib qisib chiqaman. Shu joyda 1 rezba, 1,5 rezba ishoninglar, yana bir qisilib chiqadi shu narsa. Uni qisib chiqishdan sabab nima desanglar, qarang. Siz shitni terib ketasiz, shitni terib ketganingizdan keyin o'sha потребление ishlash boshlanadi. Ishga tushgandan keyin u avtomatning ostida qizish boshlanadi. O'sha avtomat misol uchun oxirigacha qisilmagandan keyin o'sha
1,5 kilo напряжение o'tkazib turgandan keyin o'sha qisgan shurpa yerda qisib o'tib ketgan joyingiz o'sha narsa ma'lum bir miqdorda bo'shaydi, rezbasi qaytadi, o'sha qiziganda ochiladi. Undan keyin o'sha narsaga e'tiborsizlik bo'lgandan keyin o'sha narsa qiziydi, eriydi, даже yonib ketish ehtimollari ham juda ham katta. Shuning uchun har doim shit terilganda avtomatlarni kabillarini joy-joyida normada qisib, yaxshi qisib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ko'rib turganlaringizdek, bu narsa hech qachon yaxshiligiga olib kelmaydi. O'zim boshimdan o'tgan, o'shaning uchun sizlarga ham tavsiya etyapman. Keyingi xatolardan biri avtomat nominalini noto'g'ri tanlash. Bu gap bilan nima demoqchiman? Kabellarimiz har xil, o'zlaringiz bilasizlar, astronom ishlatiladigani 1,5 secheniyali, 2,5 secheniyali. Alyuminda 2,5 secheniya, 2 ga 4 secheniyada ishlatiladigan kabellar bo'ladi. Xo'p, kabellarni avtomatini qanday tanlash kerak? 2,5 secheniyaga agalar 16 li avtomat norma. To есть ishlatadigan narsaga qarab 25 gacha mumkin. 1,5 secheniyaga 6 gradusli avtomatdan 16 ligacha qo'yishingiz mumkin. Undan ziyodini qo'yishni kategorически man qilgan bo'lardim. Agar shu videoda nimadir o'rganmoqchi bo'lsanglar, shu narsani doim yodlaringizda tutinglar. Chunki o'sha qo'ygan avtomatingiz kerakli gradusda, kerakli nagruskada yoki korotkий zamыканиеda tashlashi kerak. Tashlamasa yong'in yoki nimadir, qanaqadir noxushliklar, ko'ngilsizliklar kelib chiqadi. Yana bir xatolardan biri glavniy avtomatlarni ham noto'g'ri tanlash bo'ladi. E'tibor berishlaringizni so'rardim. O'sha terayotgan shitlaringizni, qo'yayotgan joyingiz nima? Uymi, hovlimi, u qanaqadir sexmi, u qanaqadir korxonami, nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha vodnoy kabel tashlaysiz. Misol uchun 10 li, 16 li, 25 li, 32 li, misol uchun 40 li, 50 li, 75 li ketaveradi. O'shani qalinligiga qarab, iloji boricha har doim shu narsani e'tiborlaringizda o'sha kelgan kabellaringizni qalinligiga qarab har doim vodnoy avtomat tanlashga harakat qilinglar. Keyin o'sha ichkari potrебленияni hisobi, shit terilish hisobini olishga kerak bo'ladi. Noto'g'ri glavniy avtomat ham katta ko'ngilsizliklarga olib kelishi mumkin. Yana bir eng ko'p tarqalgan xatolardan biri hozirgi kunda bu ne только elektriklarning aybi, ham klientlarni ham aybiga yo'yishi mumkin. Nimaga desanglar, o'sha eng kerakli bo'lgan защита avtomatlar, Protek, antiskachok yoki Uzo differensialniy avtomatlarni qo'ymaslik. Bu avtomatlarning har birining o'zining vazifasi bor. Bularni bir fazaga bo'lgandek 3 fazaliklari ham bo'ladi. Uzo avtomati asosiy holatda tok o'techkadan asraydi, odam tok urishidan, oddiy qilib aytganda odamni tok urishidan asraydi. Differensialniy avtomat esa ham korotkий zamыканиеga ishlaydi, ham odam tok urishiga, o'sha tok o'techkasiga ishlaydi. Lekin ikkalasini отдельно qo'yishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki bitta diff bilan saqlanib qolish ham har doim ham juda ham katta yordam bermaydi. Va Protect, antiskachok nima uchun kerak desanglar, birinchi o'rinda antiskachok uylaringizda tokni juda ham yaxshi saqlab turishi mumkin. To есть u stabilizator emas, lekin normaga qo'yib qo'yasiz. Misol uchun 170 voltdan misol uchun 260 voltgacha norma qilib qo'yasiz o'zingizga. O'sha o'rtadagi tokni o'zingizda ushlab turadi. Agar tok pasayib ketsa yoki ko'tarilib ketsa, o'zingizda svetni avtomatik uzib qo'yadi. Bu nima vaziyatlarda ishlashi mumkin? Asosiy holatda 0 dan faza kelib qolgan vaqtda, asosan 380 voltga ko'tarilib ketgan vaqtida uyingizni deyarli hamma narsangizni, uyda hamma narsangizni kuyishdan saqlab qoladi. Yana bir xatolardan biri shit terishda nolovoy shinada ko'p xatoliklar kuzatiladi. O'zim kuzatganlarimdan aytaman. Bitta nolovoy shinaning bitta o'sha ulanadigan joyiga ikkita yoki 3 ta kabelni majburiy holatda ulab qisib qo'yish bo'ladi. U ham o'zini holatida juda ham katta xato, chunki o'sha joyda ham qizish kuzatilib, даже yong'in xavflari ham kuzatilgan. Shuning uchun nolovoy shinalarda maksimum 2 ta kabel. 2 ta kabel bilan joylashtirib o'tkazinglar, 3-chisi o'zilishni. Chunki 3-chisini qizishini ko'tara olmay qolish mumkin va o'sha
tortilgan rezba xohlaysizlarmi yo'q, qizigandan keyin bo'shadida yonib ketish ehtimoli katta. Avtomatlar ostida ham xuddi shunday holat. Aytishim mumkinki, o'sha bitta avtomatga iloji boricha har doim bitta kabel olinglar. Maksimum ikkita, unda ham 3-lishni. Ikkita gruppaga bitta avtomat to'g'ri kelib qolgan taqdirda ham bir xil schenada bo'lishi shart. Ikki xil schenani kategorически ulashni вообще maslahat bermayman, chunki bittasi qisilmay qoladi. Ingichka kabel qisilmay qoladi har doim va o'sha o'ynab qolib, dizillab yong'in chiqarish ehtimoli juda ham katta. Bunaqa suluvchilar asnonom holatda e'tibor berasizlar, har doim ham kuzatilmasligi mumkin. Mana men terganman, zo'r ishlatibdi, unaqa deyishlaringiz mumkin. Akalar, to'g'ri tushuninglar, bu narsa shit. Siz o'sha ulagan avtomatingizdan agar o'sha 1,5-2 kilovat постоянный agar ishlaydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, ishoning, o'sha narsa yonish ehtimoli juda ham katta. Men boshimdan o'tkazganman, o'sha narsani ko'zim bilan ko'rganman. O'shaning uchun sizlarga ilinyapman, aytyapman. Shit terishda xatoliklar juda ham ko'p aslida. Men sizlarga eng katta va bo'ladigan, ko'p uchraydigan holatlarni aytib o'tib ketyapman. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, iltimos qilardim, mana shu aytgan gaplarimga iloji boricha nimadir o'rganmoqchi bo'lsanglar, mana shu aytgan gaplarimdan nimadir o'zlaringizga xulosa chiqarishlaringizni so'rardim. Iloji boricha har doim o'sha kerakli zashtalarni hammasini qo'yib, cho'tka qilib shit terib bersanglar, o'zlaringiz ham ko'ngillaringiz xotirjam, tinch uxlaysizlar. Shuning uchun shit terganda befarq bo'lish kerak emas, chunki biz elektriklar juda ham katta javobgarlikni bo'yimizga saqlab turamiz. Nimaga desanglar, o'sha bitta hovlini montajini qilib berdingiz, kabellarni tortib berdingiz, shitlarini terib hamma narsani ishlatib berganingizdan keyin o'sha narsaga o'zingiz ham o'yering bo'lishingiz kerak. Shtobi tinchlikda hamma narsa zo'r ketayotganiga o'yring bo'lib tinch uxlashingiz kerak. Hozir aytgan hamma gaplarim почти hammasi o'zimning boshimdan o'tganligi uchun sizlarga aytayapman. Kimdir kecha chiqqan elektrik nimalar deb o'zingcha valdiryapsan, nimalardir deyishlaringiz mumkin. Bemalol gapiraveringlar. Men o'zimning yo'limda to'g'ri ketyapman, to'g'risi. Biron yo'lini bosganim yo'q. Bu gaplarim nimanidir o'rganmoqchi bo'lganlar uchun haqiqiy gaplar. Bu nima deydi, yolg'on yoshiq yoki nimadir, hech qanaqa bu yerda yoshiradigan hech narsa yo'q. Hammasini ochiq oydinlikcha sizlarga aytyapman. Chunki aldagandan hech kimdan hech qanaqa foyda yo'q. Chunki bu sohada aldab yoki bu sohani ustasi bo'lmasdan turib bir ish qilish eng katta xatolardan biri bo'ladi. Aytib o'tmoqchimanki, bu sohaga men kecha kirib kelmaganman. 2026-yil 12 yil bo'ldi. Shu kasbni tanlab, shu ishni boshlaganimga eng o'sha razviyatsiya qiladigan davrim 2018-yildan boshlangan bo'lsa, hozir mana 8 yil davomida eng o'sha cho'qqiga chiqqan vaqtimda почти nima deydi, o'zimga yetarli opitni olib bo'ldim. O'shaning uchun mana hozir 2 yildan beri YouTube yuritib, kimgadir foydam tegishini xohlab, shunaqa videolar nimalardir qilib borishga harakat qilyapman. To'g'ri, kimlarningdir videolariga o'xshab qanaqadir chiroyli animatsiyalarim yo'q, lekin eng oddiy va sodda qilib aytganda eng yaxshi video ham shu bo'lishi mumkin. Xo'p do'stlarim, shu joyga kuzatganlar, sizlarga katta rahmat. Ishonamanki, podpishka qilasizlar, podpiska bilan laykni bosib ayamaysizlar degan umiddaman. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ish qilayotganda hech qachon xatoliklarga yo'l qo'ymanglar. Salomat bo'linglar.